Ikkinchi darsimiz boshlandi. Assalomu alaykum. Va aynan bu darsimizda biz kamera bilan ishlash, kamera orqali tomoshabinlar bilan bog'lanuv, ya'ni connectni o'rnatish haqida so'z yuritamiz. Xo'sh, undan avval sizga tushuntirishim kerak bo'lgan asosiy bir g'oya bor. Bitta videoni ko'rib, bitta darsni ko'rib, siz hayotda ertasi kunning o'zida yoki o'sha zahotiyoq kameraga gapirib keta olmaysiz. Bu fakt. Unday darsning o'zi, unday ma'lumotning o'zi yo'q. Sizga kameraga gapirishga va umuman publichniy lичность deydi. Ya'ni omma oldida chiqish qila oladigan, kameraga gapira oladigan insonga aylanib ketishingiz uchun asosiy ma'lumotlar to'plami kerak bo'ladi. Va bu to'plamni siz nafaqat bilishingiz, balki anglab, his qilib, qabul qilib olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Avvalo birinchi qadamdan boshlaymiz. Birinchi qadamimiz bu to'siqlarni yorib o'tish. Birinchi to'sig'ingiz nima bo'lishi mumkin? Ikkilanish, hayajon va qo'rquv va ikkilamchi emotsiyalar. Chalg'ib qolish, adashib ketish va hokazo. Bularning bari nima uchun yuz beradi, bilasizmi? Bilmaganligingiz uchun. Siz gapirayotgan mavzuingizni zo'r bilishingiz, o'z ishingiz va mutaxassisligingizning eng zo'ri bo'lishingiz mumkin, lekin baribir shunda ham adashib gapirishingiz, ikkilanishingiz, hayajonlanishingiz, qo'rqishingiz, tutilishingiz, duduqlanib ketishingiz mumkin. Nima uchun bilasizmi? Chunki baribir sizda bilmaslik degan katta bo'shliq bor. Va mana shu bilmayotganligingiz barcha tushunarsiz emotsiyalar, adashishlar paydo bo'lishining asosiy sababidir. Nima gapirishni bilgan taqdiringizda ham siz qanday gapirishni bilmaydigan bo'lsangiz, baribir adashaverasiz. Xo'sh, qanday gapirishni qanday o'rganish mumkin deyishingiz mumkin. Ha, taftologiya bu yerda o'rinli. Buning uchun siz tomoshabinga emotsiya berishni o'rganishingiz mumkin. Telegram kanal ochib har kuni video tasha, oynaga qarab gapir, oynada bitta nuqtani o'shab gapir. Ha, ish beradigan kichkina mashqchalar, lekin ulardan siz kameraga gapiradigan odam bo'lib ketmaysiz. Bu bunday ishlamaydi. Ikkita yo'li bor. Yo, bunday tug'ilishingiz kerak, yo buni o'zlashtirishingiz kerak. Yaxshi xabar, men bunday talant yoki qobiliyat bilan tug'ilgan inson emasman. Men dunyodagi eng taxta o'quvchi, taxta aktyor, taxta boshlovchi va hokazo bo'lganman men. Na bir telekanalda yaxshi ishlay olganman, na bir o'qishda, na bir teatrda zo'r natija ko'rsata olganman boshida. Lekin har nuqtada men o'zimni yuqori natijamni ko'rsatib chiqib ketganman. Nimani sababiga? O'zlashtirish mumkin bu mahoratlarning barini. O'zlashtirishingiz uchun anglab olishingiz kerak bo'lgan nuqtalarni birgalikda ochamiz. Xo'sh, birinchisi, qanday gapirish? Emotsiya berib. Emotsiya bera olmasangiz sizni hech kim hech qachon eshitmaydi. Hattoki do'stlaringiz ham sizni erinib eshitishadi yoki majburligidan eshitishlari mumkin. Odatda do'stlar o'rtasidagi suhbat qanday bo'ladi, bilasizmi? Avval u sizga o'zining dardini aytadi, keyin uni dardiga mosroq siz ham o'zingizni dardingizni aytasiz. Nimani hisobiga? Chunki ikkalangiz bitta to'lqinga tushib olishingiz kerak. O'shanda takoy dildan, ad-dushi qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, suhbat paydo bo'ladi. Bitta atmosferaga kirib olasizlar. Tushunyapsiz-a? Mana bog'lovchi va asosiy kalit nuqtamiz ochilyapti shu mavzuni o'zida. Avval do'stingiz sizga o'zini dardini aytadi, keyin bu dardini aytgandan keyin xijolat bo'lib qolmasin deb yoki siz ham qanaqadir bir emotsiyalarni his qilgandan keyin o'zingiz dardingizni aytasiz, shunga mos mavzu ochilib ketadi. Xuddi shu teoriyani kameraga ham ishlatish kerak. Mavzular ochilib ketishini. Ana shu connecting, do'stlar o'rtasidagi bog'lanuv, kamera o'rtasida ham bo'lishi uchun siz emotsiya yetkazishni bilishingiz kerak. Bunda to'g'ri aytishlar mumkin. Tana tiling, qo'llaring, mimiking, ovozing, intonatsiyang, gapirish ohanging bari ishlash kerak deyishlari mumkin, lekin ularning bari sun'iy chiqishi mumkin. Sun'iy chiqmasligi uchun esa siz emotsiyalarni tabiiy yoqishni o'rganishingiz kerak. Bunda sizga yordam beradigan asosiy qurol bu xotira. Sizni har bir emotsiyalaringiz, hayotingiz davomida his qilgan har bir his-tuyg'ularingiz xotirangizda yashiringan. Eng yaxshi kuningizni eslang. Hozirning o'zida tanangizda o'zgarishlar bo'ladi. Yoki birinchi marotaba sevib qolganligingizni eslang. Birinchi muhabbatingizni bitta eslang. Qanaqadir uyalish degan emotsiyalar bo'ladi-ku. O'sha emotsiyalarni his qilganligingizni, birinchi marotaba qachon his qilganligingizni eslang. Hozirning o'zida tanangizda o'zgarishlar bo'lmoqdami? Menda hozir bo'lmoqda. Men hozir shuni his qilyapman va o'zim ham o'zgardi. Chunki men shirin tuyg'ularni esladim.
Mana shu shirin tuyg'ular emotsiyani yoqadi. Xotiradan emotsiya yoqildi. Mana bu emotsiyadan esa sizda tabiiy ijro yoqiladi. Mimika o'zi ishlaydi. Buni sun'iy oynaga qarab mana bunday mashq qildirib ishlatish emas. Mana bu yerdan kelayotgan, ichingizdan kelayotgan emotsiyadan ishlatishni o'rganish kerak. Mana hozir esladik. İçimizde emotsiya paydo bo'ldi. Bu emotsiya tabiiy ravishda o'zi mimikangizni ochib yuboradi. Tana tilingizni o'zi ishlatib yuboradi va talaffuz va ohangingizni o'zi boshqaradi. Mana asosiy kalit nuqta ham shunda. Har qanday gapni xotiradagi emotsional voqelik bilan yoqib olishingiz mumkin. Xotirangizda misol uchun hayotingizda qilayotgan eng katta xatoni anglagan kuningiz bor bo'lishi mumkin. O'shanda siz umuman boshqacha his-tuyg'ularni sezgansiz. Mana bu yeringiz, ichingiz boshqacha bo'lgan yoki ichingizdan xo'rlanganligingizni, yig'lagingiz kelganligini eslang. Qanday o'zgarish bo'lgan tomoqda bilasizmi? Mana bu yerga yig'iladi-yu, hamma yig'i. Tomoqqa keladi-yu, hammada bo'lgan menimcha. Xuddi bir hozir gapirsangiz, mana yig'ilib turgan, yig'i chiqib ketadigandek hissiyot hammada bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lgan sizda ham. Mana turadi yig'i va nimadir bitta so'z aytsangiz shar oqib ketadi. Mana shu tabiiy ijroning tug'ilishi. Mana hozir sizga asosiy g'oyani tushuntirishga harakat qildim. Ushbu darsda sizga osongina mimikangiz mana bunaqa turadi, qoshingiz mana bundoq ko'tarilgan bo'ladi, qo'lingizni har doim mana bundoq ushlang, oyog'ingiz mana bundoq turishi kerak, oyoq mana bundoqroq, qo'l mana bundoqroq deb tushuntirib o'tib ketish mumkin edi, lekin bunday ma'lumotlardan siz ertaga kameraga gapirib keta oladigan inson bo'la olmaysiz. Hozirgi asosiy g'oya bu emotsiyada edi. Emotsiyalarni yoqib olish va tomoshabinga bera olishning asosiy kalit nuqtasi esa bu xotiramizda. Mana shuni tushunib olganimizdan so'ng buni rivojlantirib beradigan ikkita mashqni sizga taqdim etaman. Birinchisi anchagina osonroq. Oxirgi marta qaysi she'rni yoki qo'shiqni eshitib maza qildingiz? Va zo'r ekan, maza qildim deb eshitdingiz yoki qaysi qo'shiqni eshitganingizda sizda emotsiyalar junbushga keldi? O'sha qo'shiq sizning asosiy instrumentingiz, ya'ni qurolingiz bo'ladi. Qo'shiqning to'rt-qator so'zini oling. Yoki o'zingizni ta'sirlantirgan she'rning to'rt-qatorini oling. Keyin o'ylang. Nimaga aynan shu qo'shiq she'ri yoki qo'shiqning o'zi sizni bu darajada ta'sirlantirdi? Chunki siz bu qo'shiqda o'zingizni ko'ra oldingiz. Demak, mana shu qo'shiq sizning qurolingiz bo'ladi hozir. So'zdagi to'rt-qatorni oling. Nima sizni bunchalar ta'sirlantirganligini eslab, anglab, tushunib oling. Chunki bu qo'shiqda o'zingizni ko'rgansiz aniq. Ana endi xuddi shu miyangizda turgan xotira va emotsiyalar bilan bu qo'shiq so'zlarini o'zingiz shunchaki oddiy gapirib bering. Kamerani yoqib o'zingizga oddiy gapiring. Misol uchun men o'zim yaqinda anglagan va to'liq his qila olgan to'rt-qator she'rim bor. Mana shu to'rtlikda men o'zimni ko'ra oldim. Sizda bu balki qo'shiq bo'lar, balki she'r. Men to'rtlikdan misol keltiraman. Mana shu o'zimni ko'ra olgan she'rim mening qurolim bo'ladi hozir. Qayta kelar bahor, qayta o'rik gullaydi. Kim qancha yashashin hech kim bilmaydi. Maqsadga yetaylik, ne orzular bor derlar. Intilganga doim tole yor. Bu ijro menda yasalmadi. Bu ijro menda tug'ildi, chunki men bu so'zlarni his qila oldim. Siz ham his qiladigan bo'lsangiz, bundan-da zo'r ijro sizda tug'iladi. Bundan-da yaxshiroq qilib siz kameraga gapirishingiz mumkin. Va berayotgan ma'lumotlaringiz kameraga mana shunday emotsiyalar bilan beriladigan bo'lsa, tomoshabin sizni nafaqat tushunadi, balki his qiladi. Bu esa uning esida qolishingizni ta'minlab beradi.
va siz tabiiy ravishda ko'plab kuzatuvchilar va obunachilarga ega bo'lasiz. Ana endi esa ikkinchi mashqqa o'tamiz. Ikkinchi mashqimizda siz faqatgina o'zingizning xotiralaringiz, bilimlaringiz oqibatida qandaydir bir yangi ijroni tug'ishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, asosiy 3 ta emotsiyani olaylik. Quvonch, qayg'u va xotirjamlik. Hayotingiz davomida eng xursand bo'lgan kuningizni eslang. O'sha kuni nimani his qilgandingiz? O'sha emotsiya sizda tug'ilganda nimalar bo'lgan edi va nimadan siz bunchalar ta'sirlandingiz? Aynan shularning barini o'tirib qog'ozga yozing. Va shu yozilganni o'qib bering. Bu yerda siz to'liq o'zingizning keysingiz, ya'ni o'zingizning tajribangiz haqidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashasiz va bu yerda yozilgani sizning ijroyingizda tabiiy chiqadi. Mana misol uchun, nimagadir hozir aynan shu kundan misol keltirgim keldi. Aktyorlik mahorati birinchi dars. Menga vazifa berildi. Doktorni o'ynashim kerak. Tabibni o'sha davrlar o'tgan kunlar romandan juda ham yomon ijro bergan edimki, o'qituvchim menga juda qattiq dakki bergandi. Aynan o'shanda hech narsa bo'lmaysan, nima qilib yuribsan bo'pti, po'qam bo'lmaysan ertaga. Ko'ryapsizmi? Eslashimning o'zida shu darajada u odamni u gaplari esimda qolganki, uni ijrosini ham takrorlab beryapman. Va xuddi shu men hozir eslab takrorlab berganimdek siz ham qog'ozga tushirishingiz kerak. Mana endi okaxon qalaysiz degim kelyapti. Mana ijro o'zi tug'ilyapti. Xotira esladim. Siz qog'ozga tushirishingiz kerak faqat. O'qib berasiz, ijro o'zi tug'iladi. Bu asosiy ikkita mashqimiz eng zo'r natija beradigan mashqlardir. Ertaga nimandir obzor qilasizmi yoki o'zingizni xizmatlaringizni taklif qilasizmi yoki shunchaki qiziqarli faktlar haqida gapirasizmi, barida sizning emotsiyangiz bo'lishi kerak. Mana shundagina tomoshabin uni maza qilib qabul qiladi. Hozirgi darsimiz jarayonida men ataylabdan kuchliroq, qayg'uliroq emotsiyalardan foydalandim, chunki ularni his qilish, anglash osonroq. Ana endi esa yengil ijro haqida ham ma'lumot berib o'tsam. Misol uchun, siz ko'ylakni reklama qilishingiz kerak. Mana shu reklama jarayonida ko'ylak haqida ma'lumot berar ekansiz, ko'ylakni kiyganda inson nimalarni his qilishini gapirib berishingiz kerak. Yoki ko'ylak nimadan ishlab chiqarilganligini gapirishingizning o'zidayoq sizda ijro inson ko'ylakni kiyganda nimani his qilishi haqida gapirib turishi kerak. Misol uchun, bu toza turetskiy ko'ynakdan siz mana bunaqa narsa qilishingiz mumkin deydigan bo'lsangiz, bu ko'ynak hech qanaqa ishonch uyg'otmaydi tomoshabinda. Yoki mana bu ko'ynakni sotib oladigan bo'lsangiz, takoy bo'ladi va zo'r materiallardan tayyorlangan cho'tka ko'ynak deydigan bo'lsangiz ham bu hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi tomoshabinda. Tomoshabinga nima kerak? Siz ustingizga kiyib oldingizmi, qo'lingizda ushlab turibsizmi? Mana shu qo'lingizda ushlab turganligingizda qanday emotsiya sizda paydo bo'layotganligini chiqarib berishingiz kerak va ma'lumotingiz bunda har qanday bo'lishi mumkin. Toza paxtadan tayyorlangan ushbu ko'ylak mana bundoq effekt beradi demoqchimisiz? Bu tarzda bermang. Mana bu tarzda bering. Toza paxtadan ishlab chiqarilgan ushbu ko'ylakni kiyganingizda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz aniq oshganligini his qilasiz. Chunki bu ko'ylakda o'zingizni ko'rar ekansiz, o'zingiz hozir ushbu kiyimda ancha-muncha ishlarni hal qilib tashlay olishingizni his qilasiz. Ko'ryapsizmi? Ma'lumot paxta haqida, ko'ylak haqida, lekin ijroda emotsiya bor. Mana shu narsa kerak tomoshabinga. Mana shu aynan kameraga gapirishingizni rivojlantirib beruvchi asosiy qurol bo'lib xizmat qiladi. Agar mana shu qurollardan foydalana olsangiz, siz bugun chiqib ertaga yo'q bo'lib ketayotgan bloger yoki shaxsiy blogini yurg'izuvchilardan farqli ravishda uzoq vaqt davomida bozorda o'z o'rningizni yo'qotmay tura olasiz. Tabiiy ravishda
Ushbu ijrolarni chiqarishingizda sizga xalaqit beruvchi omillar paydo bo'ladi va bu omillar sizning jismoniy holatingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar gapirayotganligingizda jag'ingiz kerakli darajada ochilmay qolsa yoki ovozingiz kerakli darajada ochilmagan bo'lsa, siz emotsiyalarni chiqarishga xalaqit beruvchi to'siqlarga duch kelasiz. Ya'ni bo'g'ilgan ovoz bilan siz xursand odamni ko'rsatib berishingiz qiyin bo'ladi. Yoki juda ham do'rillagan ohangda siz ko'ngilochar qanaqadir "ey" degan narsalarni tushuntirib bersangiz, odamlarga qabul qilish qiyin bo'ladi. Agar siz ovoz imkoniyatlaringizni to'liq ochib oladigan bo'lsangiz, ham pastga, ham yuqori registrda yoki ularni o'ynatib yoki qandaydir bir qiziqarli ohanglar kombinatsiyasida gapiradigan bo'lsangiz, bunda talaffuzingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, artikulyatsion mushaklaringiz ideal ravishda soatdek ishlab turadigan bo'lsa, unda hech qanday muammosiz siz kamera orqali ta'sir qila olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bularning barini esa men eng zo'rlarini saralab 12 darsga joyladim. 12 videorolikda nafaqat mening, balki ustozlarimning tajribasidan o'tgan va 5 yil davomida o'qitgan barcha o'quvchilarimning tajribasida natija bergan mashqlar to'plangan. Ularni aniqlik bilan takrorlaydigan bo'lsangiz, sizda aniq ovoz, ishonchli nutq paydo bo'ladi. Bu qurollar bilan esa siz o'zingiz ko'zlagan maqsadga yetishingiz ancha osonroq bo'ladi. Bu darsimiz o'z nihoyasiga yetgan ekan. Keyingi darsimizda hozir gapirib berayotgan qurollarim qanday ishlashini aniq bir misolda ko'rsatib beraman. Aynan keyingi darsimizda bir insonni taklif qilamiz. Mana shu mashqlar qanday natija berishi, ovozni ochib olish qanday ko'rinishda bo'lishi va aniq talaffuzga erishish uchun nimalar qilish kerakligini jonli ko'rsatib beraman. Keyingi darsda ko'rishguncha.